Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Qadirlik Facebook'taki dünyanın her qaysı joylari qarindoshlar. Sizlarga Abdulaziz Beshto'g'roq qarindoshlardan İstanbul'ning Bayrampaşa'daki şirketimiz tadbir şirketidan salom yo'llayapman qadirli qarindoshlar. Hammanglarningki mushu vaqti ve bundan keyingi vaqti bu dunyolik ve o dunyolikki ikki dunyolikka xayrlik bo'lsin qadrli qarindoshlar. Biz ikkinchi oyninki 16 kunidan itibaren qo'limdagi bu pasif yaxshidan aktiv yaxshiga degan bunu güzel bir kitap tercüme eser. Ustoz Mustafa İslamoğlu'nunki yazgan kitabı pasif yaxshidan aktiv yaxshiga degan bu kitapni o'rganib kelayotgan. Onundan burunmu biz Kur'an sürülerinin kimligi degan kitapni birlikte o'rganib o'tgan top qadrli qarindoshlar. Bir ishni qilmoq oson emas. Qilgandan keyin uni haqdadiga yetkazib 100% qilaman deb bo'lmaydi. Chunki biz insan bo'lgan ekanmiz, cho'qim üstüde ismimiz şu insan, yani insan ba'zi narsa unutuydu, ba'zi narsalarni xato qilib soladi, lekin xatolikdan xoli bo'lgan hech qanday bir inson yo'q. Shunlashqa inshaalloh men bu mayli Qur'on suralarining kimligi bo'lsin, uni Batur qarindoshimiz tarjima qilgan, men planlagan bir proje tür. Onundaki mayli pasif yaxshidan aktiv yaxshiga bo'lsin. Bu derslarni birlikte o'rganish jarayonida balkim ba'zi ishlarni xato qilib solgan bo'lishi mumkin. Yoki men to'g'ri sizlarga yetkazolmay qolgan bo'lishim mumkin. Shunday qadrli qarindoshlar, xatoliklar o'tgan bo'lsa mendan o'tdi. İnşallah to'g'risini qabul qilib, faydalı, menfaatlik bir ilim sorununu Facebook'umuzni aylandırışqa, tirishqa bel bağlab keldik qadrli qarindoshlar. Sizlarmi meni yalğız qo'ymadinglar. Hammanglarningki ko'rsatgan bu ilgi deb qo'yamiz, ko'rsatgan bu qizg'inliklar uchun, qo'llab-quvvatlashinglar uchun hammanglarga rahmat aytaman. Biz pasif yaxshi bilan aktiv yaxshining farqini birinchi bobda so'zlab o'rganib o'tgandik. İkinci babda qanday qilganda pasif yaxshidan aktiv yaxshiga o'zgargili bo'ladi degan temani cho'gilab, şu noktada 3A formulasini, yani aşık, birincisi aşık, yine bir davamız buluş, ikincisi atınış, ataş, üçüncüsü aidiyet, tebelik. Hem de biz bu üçüncü babda pasif yaxshidan aktiv yaxshiga o'tishninki 3U formulası, birincisi ümit, ikincisi uyg'unlashish, yani maslashish, üçüncüsü nimitde ufuk deganni sözlemek bu uyg'unlashish, maslashishchanlik, bu to'g'riliq bugun eng oxirgi mazmunni, yani küçük bir qancha mavzuni sizlar bilan birga so'zlab o'tamiz qadrli qarindoshlar. Qo'linglarda bu kitap bo'lmagan bo'lsa, biz xohlasanlar pochtadan sepbersak bo'ladi. Dunyoning har qaysi joylariga pochtalar boradi qadrli qarindoshlar. Eğer yok bo'lsa, mayali yazg'inimga o'xshash Facebook'tan faqatlan tor kitap deblan mushu bo'yicha yozsanglar, oldingizga shu kitaplarni tushirgan bo'ladigan bir guruhining adresi chiqadi. Shayga kirib tushirib olsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasa videoning ustida torda ko'radigan bir ulanmani birib qo'ydam, aşağıdan ko'rib olsanglar bo'ladi. Şunlaşqa bu kitabni yazgan Mustafa İslamoğlu hocamızga ve bunu tercüme qilgan Batur Qaraqallı qarindoshimizga Allah'tan rahmet, selametlik, savab tileymiz. Bugün qarindoshimiz Batur Qaraqallı'nınki Facebook'ta izlesanglar Ender Qaraqallı deb chiqadi. Qaynanasi rahmetli ko'p ketdi. Allah subhanahu taala yatqan yerini cennetten qilgay. Hem de biz dersimizde başlamalı. Uyumsuzlukның мәнеvi zihni zadı nime diyen çağda bu toğruluq
qandaq təhlillərini ustaz elib beribdi. Bu to'g'riliq sizlar bilan birga buni o'rganib o'tamiz, qadrli qarindoshlar. Uyumsuzluqning ma'naviy ziyni nima ekan degan chaqda ümmet deganimiz o'xshash bir payg'ambarning o'rnak bo'lishi va rahbarlik qilishi bilan ittifoqlashgan insonlardir debdimiz. Ümmetni birlik kishi tutgan narsa dal islomning uli bo'lgan tavhid, ya'ni Allohning birligiga bo'lgan aqidaning jamiyatdagi ifodasi. Yani vahdet, birlik, ittifaqlik imanning asas baş temisi bo'lgan birlikdir. Bir shaxsga nisbatan islom imonining asosi bo'lgan tavhid qanday qimmatga ega bo'lsa, musulmonlar uchun mo vahdatning ijtimoiy qimmati mo shu darajada muhim. Musulmonlar uchun vahdatni zarur qilgan omil shaxsiy, ommaviy, siyosiy, iqtisodiy yoki tashkiliy organ qatorliqlarning taqozosi emas, aksicha Allohning amri bo'lib, bu yo'lda besilgan har bir qadam Allohga qilingan ibodat qatoriga kiradi. Vahdatning zidi tabriqchilik. Ya'ni tabriqchilik iymon jamoatining parchalanishidir. Vahdat Allohning amri bilan musulmonlarga farz. Tabriqchilik haram bo'lib, Alloh uchun qilib, Alloh uchuq qilib cheklagan bir ishdir. Bu nuqtadan tabriqchilik maslashanmaslikning dal o'zidir. Odatda parchalanish bilan xotimalangan ishlar birdek bo'lmaslik bilan boshlanadi. Bundaq bo'lganda ziyonga boshlab boradigan yo'lning o'zimi ziyonliq bo'ladi. Yani tabriqchilikning sababi bo'lgan birdek bo'lishmo ziyon elib keladi. Qadrli qarindoshlar. Maslashmaslik bilan o'zgichilik, yani xoslikni bir-biriga aralashtirib qo'ymaslik lozim. Maslashmaslik salbiy, o'zgichi bo'lish ijobiy bo'ladi. Maslashmaslik tug'ilishdan bo'lmaydi. Atrofdagilarning ta'siri bilan shakllanadi. O'zgichilik yaratilishdan bo'ladi. Yaratılışdan bo'lgan o'zgichilik ziyonliq emas, balki foydali. Bir xil nachar illat emas, alohida bir qimmatdir. O'zgichilikni maslashmaslik deb muomala qilish, maslashanmaslikning o'zidan mubak ziyonliqdir. O'zgichilikni boyliqqa aylantirishning oldidagi eng cho'ng to'salg'i xoslikni maslashmaslik deb qarashdir, qarab olishdir. Özgüçlükni saqlab qilish shu bir bütünlükni tashkil qiluvchi omillarning mazkur gavda ichidagi haqqi. İnson vujudini ko'z oldingizga keltiring, qadrli qarindishim. Uyum, ya'ni moslashishni muhofazat qilish shu parchalar mansub bo'lgan mazkur gavdaning o'zini tashkil qiluvchi omillar ustidagi haqqidir. Agar parchalar va gavda özünün haqqı ve məsuliyyətini bilib, onun rəy qısa, nəhayət yaxşı nəticələr meydana kelidi. Yəni, xaslıqlarının özara maslaşışı, özgüçlüknin uyumu noktasında nurgun misallarını biliriz. Her bağçılar bunun en canlıq bir örnekidir. Dəldirək və gülgiyah, gül bağçılar bunun en canlıq bir örnekidir. Yani dəldirək və gülçiçəklər hər xil, hər türlük buludu. Amma bu xil alaydilik onun bir bağçı buluşuğa səlbi təsir göstərməydi. Orkestra bir-birindən fərqli çalğılar var. Bu orkestr üçün səlbi təsir peyda qıladigan amil emas. Əksicə, hər çalğı özünün roli və vaxtını doğru tapsa, ölməz simfoniya meydana keladi. Vahdatning sababi qarindoshlik. Qarindoshlik bo'lsa, vahdat, bo'lmasa vahdatmi bo'lmaydi. Müminlar bir-biri bilan qarindoshdir. Bu bir Qur'oniy prinsip. Demak, bu xil qarindoshlik bizning tanlash ixtiyorligimizda emas, balki Alloh tarafidan bizga yuklangan. İslam qarindoshliqi men degan ma'nodagi
ana kelimesinin o'rniga biz degan ma'nodagi nahnu ni almashtirish bilanla hal bo'lmaydi. Yer yüzünün xalifasi bo'lish sifati bilan inson qarindoshlariga sahip chiqish uchun dünya cemaatçiligi ana, yani ümmet bo'lish mas'uliyatini zimmasiga yuklagan. Aksicha bo'lganda biz to'ni kiygizilgan shaxsiyatchilik bo'ladi, xolos. Bu ahvolda ixlos va samimiyatga o'rnini quruq shuarlar oladi. Qadrli qarindoshlar, endi ikkinchi mavzu bo'lgan bu kelishilmaslik illati samimiyatsizlikdir degan bu mavzuni Pasif yaxshidan aktiv yaxshi degan kitobning 167-betidan sizlar bilan birga o'rganib o'tamiz. Qadrli qarindoshlar, kishi boshqa birisining samimiyatini to'liq o'lchay olmaydi. Buni qilish uchun qalblarning o'zini bilishi lozim. Bu inson qila oladigan ish emas. Bunda qilish faqat Allohga xos. Kishi faqat yaxshi gumon qiladi. Chunki yomon gumon vabolni keltirib chiqaradi. İnson yaxshi gumon sababli xatolashgan bo'lsa, javobgarlikka tortilmaydi. Lekin yomon gumon qilib xatolashgan bo'lsa, javobgarlikka tortiladi. Kishi o'zining samimiyatini dangsab baqalaydi. Öz niyeti üstüde o'ylanib javob topa oladi. Buni qilmoqchi bo'lganlar tuvandagi o'lchamlar asosida o'zini dangsab baqsa bo'ladi. Birinchi, yaxshilikning boshqalar tarafidan ko'rib ko'rilmasligining o'zi uchun o'xshash darajada bo'lishi. Ikkinchi, yaxshiligi sababli boshqalar tarafidan maqtilish bilan masxara qilinishning o'xshash darajada bo'lishi. Üçüncü, amellerinin neticesini bu dünyada görüp görmezlikten o'xshash derecede buluşu. Dördüncü, yani amellerinin neticesini ahirette görüşünün üzüge küpayı buluşu. Bu dördüncüsü yaxşılarının samimiyeti bulup Allah'a yakın bo'lganlar üçün dünya ve ahirette amellerinin neticesini görüp görmezlik arasında hiç qanday fark yok. Nima uchun bir masalada birdek qarashga kelishda dünya ahli din ahlidan ustun turdi. Halbuki ixtilof qilmasdan birlikka kelish din ahliga, ixtilof dünya ahliga yarashidi. Qadrli qarindoshlar. Birinchi, dünya ahli qilgan barliq ish harakatning natijasini dunyoda kutadi yoki oladi. Din ahli undaq emas. Şuna özüra nizalışıdı. Bu bir kesellik bulup bunun şifası samimiyet. İkinci, dünya ahli iman gücüdün məhrum bolğanlıqı, nəticəyə əhmiyyət bərgənliyi, utuqqa diqqətini mərkəzləşdirənliyi və tək dünyalıq buluşdan bu dünyağıla ait bulup görünüşkə və körüstüşünü asasi nişan qılğanlıqdan yardımcı güc izləydi ve muvaffaqiyetsizlikten korkudu. Bu ularni meselelerde asallı birlik hasıl kılışqa heydekçilik rolunu oynaydı. Şunu ular ittifak şekillendirişke yirismen buludu ve asallı bir hemkarlık hasıl kılalaydı. Din ehli iman küçüge işengenlik üçün hemkarlık yolu izleşke anca urunup ketmeydi. Köngül bölmeydi. Bu ularni aciz halga keltirip koydu. İxtilaf təfriqiga aylanıdı, bunun çaresi samimi buluş. Üçüncü, din əhlinin ahiret bəxt saadetiga bo'lgan arzusunun güçlüki buluşu bilen dünya əhlinin dünyadaki rahat parağatga bo'lgan talabının derecesi o'xshash emas. Din əhlinin ahiret saadetiga bo'lgan ishqi dünya əhlinin ahiret saadeti hakkındaki bu yukarı talebi eğer samimiyet bilen terbiyelenmese bu iş onu savap ovcısıga, yaxşılıkını kızgınışqa, hasetke ve bargansırı pasatqa aylandı. Şu kitapni nima üçün yazdı? Men yazmadım.
Şu yaxshi ishni nima uchun u qildi, men qilmadim. Bu xizmatni nima uchun u qildi, men qilmayman. Nima uchun kishilar uning atrofiga yig'iladi, bizning yenimizga kelmaydi degandek ko'rinishni haqdan, lekin shaytoniy bo'lgan bir hasad paydo bo'lishga boshlaydi. Buning shifasi samimiy bo'lish. 4. Dünya ahli faqat bu dunyoni o'ylaydi. Dunyoda ayrilib qolgan narsalar yana qo'lga keltirish mumkin bo'lgan narsalardir. Din ahli ikki dunyolik bo'lib, asosli holda oxiratga mablag' soladi. Dunyo oson, oxirat qiyin. Dunyo ahlining dunyodagi hamkorligi oson, ustidagi taqsimot haqida bo'lib, osonni bo'lishish o'ng'ay bo'ladi. Din ahlining oxirat ne'matlarini bo'lishi, erishish qiyin bo'lgan ustidagi taqsimot bo'lib, tasdiqda qo'lga keladigan narsani bo'lishmo tas bo'ladi. Bu bir axloqsizlik kesili bo'lib, davosi samimiy bo'lish. 5. Din ahli nurga talib bo'lg'uchilar bo'lib, nurning manbasi bir. Bu talabda chekidan oshgan din ahli nurga butunlay ega bo'lishdek mohiyatida yaxshilik bo'lgan qo'rqinch bir xatoga mubtalo bo'lib qoladi. Dunyo ahli nurga talib emas. Ularning haqqiga zulmat loyiq bo'ladi. Zulmatga talib bo'lg'uchilar talab qilgan zulmatga bexillik va qizg'anchiqlik tuyg'usi his qilmaydi. Chunki zulm bir emas, soni ko'p. Har biri bir zulmga ega bo'lgan taqdirdami, zulm yana eshib qoladi. Bu sababdan din ahli dunyo ahliga nisbatan ko'p ixtilofxo'r bo'lib ko'rinadi. Din ahlining nurga talib bo'lishdan iborat bu ixtilofi bir kasallik bo'lib, sababi samimiyat gadoyligidir. Buning darmoni samimiy bo'lish. Bu 5 moddada tushuntirilgan xususlar sababli din ahli samimiyatsiz muomala qilsa, kulkili holga tushib qoladi. Dunyo ahli g'alaba qiladi, din ahli mag'lub bo'ladi. Dunyo ahli bir gavda shaklida ko'rinsa, din ahli ming parcha holatda ko'rinadi. Dunyo ahli ittifoqlashib hamkorlik hosil qiladi, din ahli tafriqchilik patqiqiga petib qoladi. Qiziqish samimiyatsiz bo'lganda raqobatga, raqobat hasadga, hasad nafratga, nafrat intiqomga, intiqom jinoyatga sabab bo'ladi. Jinoyat bilan natijalangan bu jarayonning ulida samimiyatsizlik gadoyligi yotadi. Demak, ya'ni samimiyat gadoyligi yotadi. Demak, samimiyat bo'lmagan yerda jinoyatning bo'lishi hayron qolarlik ish emas. Samimiyatning o'zgarmas ikki sharti bor. Birinchisi, qilgan yaxshilikning ajrini Allohdan kutish. Ikkinchisi, zafar markazlik emas, safar markazlik, natija asos qilingan emas, ajr asos qilingan holda xizmat qilishdan iborat. Qadrli qarindoshlar, samimiyatning o'zgarmas ikki qonuniyati qayta takrorlay. Birinchi, qilgan yaxshilikning ajrini Allohdan kutish. Ikkinchi, zafar markazlik emas, safar markazlik. Natija asos qilingan emas, ajr asos qilingan xizmat qilishdan iborat. Endi samimiyatning dushmanlari deganni sizlar bilan o'rtoqlashib o'taman, qadrli qarindoshlar. Hozir soat Istanbulda 8 dan 4 o'tibdi, qadrli qarindoshlar. Samimiyatning dushmanlari. Birinchi, riyo. Nafsning ko'zga ko'rinish va ko'z-ko'z qilish orzusidan paydo bo'ladi. Ko'zga ko'rinish kunimizning eng keng tarqalgan va eng xatarlik bo'lgan bir kasali. Bu illatga mubtalo bo'lg'uchidan saqayganligi ko'rilmagan. Chunki ko'z-ko'z qilish illati bo'lish, ya'ni bir ishni o'z ustiga olg'uchi g'ayratining oldiga o'tmoqda.
Buluş yoki ko'rinish ko'pincha vaqtda qarama-qarshi qutblarda yer oladi. Buluş haqiqiy bir irodaning, ko'rinish saxta irodaning namoyandasi. Ko'rinishni bulishning oldiga qo'yish saxtini rostning, nifaqni samimiyatning, zafarni safarning, g'animatni g'ayratning, natijani emgakning oldiga qo'yganlik bo'ladi. Riyo kishilarning aqidaga tutishadigan arq pardasida Allohning sami, basir, alim ve xabir bo'lishinin tuyulgan şübhe yatıdı. Nefsinin ko'rinish ve ko'rishtish arzusunun bedeli emellerinin bekar bulup ketişi bulup Fudail bin İyaz insanlar üçün emelini terk qilish riya, insanlar ko'rsin deb emel qilish şirik deydi. Kaderli kırındaşlar. Yani insanlar üçün emelini terk qilish riya, insanlar ko'rsin deb emel qilish şirik bo'ladi debdi. Riya yani Fudail bin İyaz diyen alim. İkinci, nifak. İhlas üzünü Allah'a ispatlaş. Nifak üzünü insanlığa ispatlaştır. Nifak bir iman meselesi buluştuğun ziyade bir iman ahlakı bilen münasebetlik mesele. Yani münafıklar iman ahlakıdan yoksun boğanlıktan olar meyli iman da bolsun, meyli inkar da bolsun, samimi emes. Her münafık iman ve samimiyetke haset kılıdı. Mümin ihlas libası bilen üzünü qoğdaydı. Eğer mümin ihlas libası arkalık üzünü nifaktan muhafizet kılarsa Allah münafıklarının şerrinden müminni qoğdaydı. İhlas libası bilen riyadın eğer mümin ihlas libası arkalık üzünü nifaktan muhafizet kılarsa Allah münafıklarının şerrinden müminni qoğdaydı debdi qarındaşlar. Samimiyetinin üçüncü düşmeni şöhret yirismenliki. Şöhret afet bulup şöhretinin afeti iki yülünüşlük buludu. Birincisi şöhretinin peşinden mangan şöhret yirismeni üçün o afet buludu. Çünkü şöhretinin peşinden manganla afetinin arkasının kitibatkallıqadan bixabar. Ular şöhretini tapqanda balasını tapqan buludu. İkincisi meşhurlarının peşinden minişinin üzümü bir afet. Fakat şöhret bolğanlığı üçün dağdarlarının arkasının miniş balanın peşinden mangan afetki oxşaydı. Ular özara tepişti mi afetini tapqan buludu. İki afetinin köpeytmesinden nemi netice çıksa bu uçuruştumu şundak netice çıkıdı. Şöhretke karşı urulduğun vaksina ihlastır. Yani kadarlı kardeşler, samimiyetinin üç tane düşmeni nime kendisi? Birincisi riya, ikincisi nifak, üçüncüsü şöhret yirismenlik. Emde kadarlı kardeşler 172. bet uyumsuzluqning cemiyetki bo'lgan ziyonlari qanday bo'ladi ekan, buni birlikda ko'rib o'tamiz qadrli qarindoshlar. Ya'ni Qur'on halqalari 610 yildan beri degan bu bardoq xotira istikini biz hedef 610 degan bir musobaqa qatnashgan televiziya zihin sınaş Kur'an'dan, Kur'an'a alakadar bilimlerden zihin sınaş musabısı katlaşkan aşağıdan verilgen bu. Çünkü eğer Uygur kerimdaşlarının bu musabığı katlaşımen deydik Allah bolsa, musabıqının tili Türkçe katlaşsanlar, tizimlasanlar buludu. Hedef 610.com'ga kirip şehirden tizimlısılar. Uyumsuzluqning cemiyetki bo'lgan ziyonlari to'g'riliq
Abdur Mustafa İslamoğlu mundaq to'xtalib o'tibdi. Urushlar tanka va aeroplan bilan emas, at va qilich bilan qilinadigan zamonlardan kelgan bir so'z bor. Bir tane mix, bir nalini, bir nal, bir atni, bir at, bir qo'mondonni, bir qo'mondon bo'lsa bir davlatni, bir davlat, bir ummatni qutqiza oladi. Şuna tarixda vazifasini obdan ado qilmay, atning nolisiga bir tal mixni kam qaqqanlik uchun darg'a esilganlarning hikoyalari nurg'un. Bir mixning nima karoyiti deguchilarga tuvandagi masalani aytib berish lozim. Şeytan nait aldıraşçılık bilen bir kunni keş qilib, herib charchigan holda xizmatini tugitibdi. Şeytanlık mushundaq aldırashchilik bo'ladi emasmi? Şeytan bugunning eng oxirgi minutlarida yana bir şeytanlık qilmaymi debdi. Ve bir qo'tonga kirib qarasa, bir kelin yangi muzaylagan bir inekni seg'vatgan ekan. İğrengen holda şu muzaychaqning bo'ynidagi arqonni bir az bo'shtib qo'ysam qandoq bo'lar debdi ve arqonni yeshib etibdi. Arqondan bo'shangan muzay yugurib berib anasını imişki başlaptı. O aralıkta kelin salqqan çilek öğrülüp süt tökülüp gitipti. Kelin keşte balısının sütsüz kalıdığanlıqıgımı yaki qılgan emgikinin bekar bulup ketkenlikigimi eytavur açıqı bilen muzayni birini tepipti. Yana tug'ilgan muzay şu yerde ölüptü. Muzayning ölgününü bilgen inek anılık tuygusu da bu kelinning can yeriga birini tepipti. Kelinmi tugilib yetib qapti. Ailenin başlığı kelib ko'z oldidagi fojialik manzarini ko'ribdi ve açıqida tamdan yel miltiqini elib inekni etib tashlabdi. Shuning bilan bu inekmi bir yerga yiqilibdi. Bu chaqda u yerdagi shaytonni ko'rib uningga bu fojialar sening qo'lingdan chiqdi, shundoq emasmi deb so'rabdi. Şeytan qasam qilib, "Yo'q, mening hech gunohim yo'q. Men faqat muzayning bo'ynidagi arqonni bir az bo'shtib qo'ydim, xolos" debdi. Ba'zi chaqlarda bir kishining moslashmasligi xuddi bu hikoyadagi muzayning arg'amchini bo'shtishga o'xshaydi. Bu bir qator zanjirsimon ziyonlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi va oxirida izohligi bo'lmaydigan oqibat kelib chiqadi. Aksicha holda yana o'xshash bo'ladi. Ya'ni uyumchanlik uchun besilgan bir kichik qadammi ba'zida kepinak hodisasi, ya'ni kepinak effektiga o'xshash zanjirsimon reaksiyaga sababchi bo'ladi. O hamma narsani yalmab yo'q qilish uchun kelgan qora quyunning yulinishini o'zgartiradi. Shunga bir kepenekning qanot qiqishi bilan nima ish hal bo'ladi demaslik kerak. Bir gulning ochilishi bilan bahor kelmaydi. Lekin har bahordan xabar beradigan bir gul mutlaqo bo'ladi. Qadrli qarindoshlar. İstanbul'da bahar kelgildi, çiçekler açılışga başladı. Qadrli qarindoshlar. Endiki kichik mazmun qandaq qilganda uyumchan bo'g'ili bo'ladi, ya'ni maslashchan bo'g'ili bo'ladi degan bu mazmunni passiv yaxshidan aktiv yaxshiga Qur'on naslining yangidan barpo qilinishi uchun Mustafa İslam o'g'li ustozning Batur Qarixonli qarindoshimiz tarjima qilgan va boshqa bir qarindoshimiz bizga moslashib, bizga uyumchan, ya'ni uyg'unlik saqlab pul chiqarib bostirib bergan bu kitobdan sizlarga Facebook'tan jonliq dars qilyapmiz. Qadrli qarindoshlar, naq maydondan o'qib beryapman. Meni tinglab berganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Qanday qilgan chaqda uyumchan bo'g'ili bo'ladi. Tamam. O uyum qanday maslashanmaslikning 3 tane dushmanni ko'rdik. Uyumsizlikning jamiyatga bo'lgan ziyonlarini ko'rdik. Endi qanday qilganda uyumchan bo'g'ili bo'ladi degan chaqda Abdur mandaq mazmunni qalamga yetdi.
Yani kemter buluş lazım. Kemter buluş uyumchanlıkning sug'urtisi. Kichikpeyil buluş odamni g'albiga boshlab boradi. Qimmatli bir inson kemterligi tufayli o'z qimmatini yo'qotmaydi. Hem azaldan bundaq bo'lmagan bo'lib, kemterlik insonning qimmatini oshirib kelgan. Hadis ekanligi o'ttirib qo'yilgan bu so'z haqiqatga uyg'un. Kim kemter bo'lsa, Allah onun mertebesini yuqori ko'tardi. Kim takabburlik qilsa, Allah onu xor qiladi. Kimning yozganligi aniq bo'lmagan tuvandagi bu misralar kemterlik yuqori mertebega ega qilgan bir irfon egasining asri bo'lsa kerak. Yatlar buğday, men saman. Yatlar yaxshi, men yomon. Ba'zi chaqlarda bilib bilmay shaxsiyatchilik xohishi oldiga o'tib oladi. Mana bundaq vaqtlarda insonga iymon emas, shaxsiyatchiligi iymon bo'ladi. Shaxsiyatchilik iymon bo'lsa, o'qigan namozlaridan nima yaxshilik yetadi bizga. Shaxsiyatchilik oldiga chiqib olgan vaqtlarda biz tuyg'usi orqa qatorda turdi. Biz hukumining o'rnini men olganda uyumchanlikning o'rniga uyumsizlik, moslashmaslik o'rtaga chiqadi. Birdek bo'lamiz deb erkin fikr va tushunchalardan voz kechmaslik lozim. Birdek bo'lamiz yani bir tip hammamizning fikri o'xshash bo'lsin deb bo'lamiz deb erkin fikr va tushunchalardan voz kechmaslik lozim. Bizdeki en çok külpet bu. Her qandaq meseleге keng dairede turup etraflık nazar selish lazım. Eğer bir meselege hamma kishi o'xshash noktadan qarasa, bu yerde ko'rinmaydigan bir nokta bo'lishi mumkin. Bu o meselege hamma kishi o'xshash bir noktada qaraganlikdan boshqa tarafda turib qaraganda qandaq bo'lganligi ularga noma'lum deganlik bo'ladi. Bu o'xshash noktada turib qarag'uvchilarni shu noktanın sirtidagi taraflarning qarag'usiga aylantirib qo'ydi. Lekin farqli noktadan tahlil qilish tafriqiga emas, ittifoqlik uchun xizmat qilishi kerak. Ko'z qarashlarda ixtiloflar bo'lsa bo'ladi. Ammo cho'ng nishonda ixtilof bo'lmaslik kerak. Herib qolganlar orqadan kelayotganlarga yo'l berish kerak. İnson harg'inlik falokat emas. Asli falokat herib qolganlarning yo'lda yetib olishi, yo'lni to'sib qo'yishi bo'lib, yo'l mangan muddatcha yo'l bo'ladi. Agar yo'l manzilga aylantirilgan bo'lsa, o safardan voz kechdi deganlik bo'ladi. Qadrli qarindoshlar. Yani işkim ütubağıca deyimiz var. Maslashish çokum özara maslashgan bir hamkorlikni ve ish taqsimotini vujudga chiqarish kerak. İş var, ammo hamkorlik ve ish taqsimoti bo'lmasa, bu yerde hech qanday bir ish vujudga chiqmaydi. Hamkorlik qalbdagi ittifoqlikning, birlikning tabiiy natijasidir. Hamma odamning o'xshash bir ishni qilishi zarur bo'lmasdan, balki hamma kishining o'xshash bir nishon uchun xizmat qilishi va tirishishi zarur. Qadrli qarindoshlar, endi 3-chi mavzu ufuq sahibi bo'lish mavjudi qimmatdir degan mazmunni inshaalloh ata pasif yaxshidan aktiv yaxshiga degan bu kitobdan sizlar bilan muvafiq bir vaqtda paylaşma. Bayatın bir misalni kamtarlik to'g'risida bir gap bo'lib o'tdi. Ya'ni kamtarlik to'g'riliq men bir narsani o'qigan, bir aqliya so'z nihoyat go'zal bir fasohatli bir o'qishtish. Su shundoq kamtar. O yuqori yerdan tuvan yerga oqidi. Lekin shuncha kamtarligidan qancha tuvan yerga oqsimi, Allah subhanahu taala o suni
bulutqa aylandırıp tağlarning tüpüsüge, osmonning qa'riga chiqirdi. Qadrli qarindoshlar. Yani suvni aziz qiladi. Suvni aziz qilgan, suvni shundoq yuksaklarga to'shgan, o nima ekan desa, onun kamtarligi, tuvan peyilligi. Demek kamtarlik acayip güzel bir axloqdir. Şonlaşqa bizini bir-biriga akelmaydigan, maslishchanligimizni bozadigan narsalarning ichida takabbürlükni sanab o'tdik. Şoňa kamtar bolsak, qancha kam yüzümüz tuban bolsa, inşallah Allah'ın aldıda şuncha yuqori darajalarga erişalaydiganligimizda bir-birimizle maslashib, çoğ büyük işlarni qılalaydiganligimizda shak yo'q, qadrli qarindoshlar. Şoňlaşqa bu Erkin Sidiq akamizningki ikinci kitibilim muqovasini biz munda laylagan. Qarasanglar, Erkin Sidiq yazmaları kishi taraqqiyot haqidagi yazmalar ikinci qism. Yani fursat, tahdid, acizlik, ortiqchilik. Mayaga bir tane siziqni shunda ola tasanglar, o'ttirdan bir siziqni manda qo'ysanglar, bu SWOT analizi deyilgan bir analiz var. Yani ortiqchilik, acizlik, fursat ve tehditlerini analiz qiladigan, yani SWOT deyimiz buni. Bu yerga yozib qo'yay, qadrli qarindoshlar. Yani SWOT analizi deyilgan bir narsa var. Yani bunu bu kitaptan PDF var, torda tushirib o'qib, zadi ortiqchilik, acizlik, tehdit ve fursatlarni analiz qilgan chaqda tirishchanlik, talant ve fursatlarimizni joyida ishlatgan vaqtimizda naq joyiga, yani 12 atış deydi, 12'den u deydi, 12 degan yerga naq joyiga tek güzelleşimiz mümkün, qadrli qarindoshlar. Şoňlaşqa bugungi dersimiz Mişada tamam bo'ldi. İnşallah yana erta Alloh subhanahu wa taala bizga vaqt verse, imkan verse, sizlar bilan qolgan mazmunlarni paylaşıma inşallah, qadrli qarindoshlar. Hammanglarning mushu vaqti ve bundan vaqti ikki dunyolikqa xayrlik bo'lsin. Dostumlar Abdülaziz Beştoğrak, Batur Qarıxalı tərcümə qılğan Mustafa İslam oğlu ustazının kitabıdır. Sizlərə pasif yaxşıdır, aktiv yaxşığa ötüşününki usullarıdır. Yani 3-cü bab 3U formulasıdır. 2-ci U ne? Sizlərlə bugün paylaşıp, oqub, birlikte öyrənib tügetdi. Batur Qarıxalı qarindişimizningki ayali Rana yengimizning anısı bugün vafot etib ketibdi. Tanıydigan qarindoshlar hal ahval so'rab qo'yishinglarni tilaymiz. Qadrlik ve muhtaram onamizning inşallah merhumning yatgan yeri Firdevs cennetlerden bo'lg'ay. Mushundaq yaxshi farzandlarni, kuyovlarni, kelinlar, bolalarini tarbiyalab cho'ng qilibdi. Anımız inşallah Allah'ın aldıda yüzü ak kopkay inşallah cennetiye kılan salih emelleri, saliyatları vesile boğay. Amin. Allah'ın üzük emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.